Assalomu alaykum mahalladoshlar. Mana mahallamizdagi Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Shu mahallamizdan bir ukamizga bir mashina toshdan yordam qil degan edik. Mana bir mashina toshdan yordam qilibdi. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Tegmaydi. Chotga to'kildi. Zakonni chip-chiroyli. Allah razı olsun şu ukamizdan. Tegmaydi. Ha, tegmaydi. 2026 yil 11 fevral Jizzax viloyati Adnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Ob-havo ham Allohning bir hikmatli kuni, yomg'ir yog'ardi. Mana shu mahallamizdan bir yo'lda ishlaydigan bir ukamizga, shu masjidimizga bir mashina tosh kerak degan edik. Alloh rozi bo'lsin. Mana asfalt aralash tosh qorishmasdan olib kelib to'kib berdi. Endi bu toshimizni mana shu masjidimizda mana bu tomonlari stejka qilingan. Mana bu tomonni devor tagidan eniga 1,5 metr, 2 metr qilib yo'lakcha qilamiz. Mana shunday. Rahmat shu ukamizga. Shu masjidimizga o'z hissasini qo'shib harakat qilyapti. Zo'r tosh ekan. Asfalt aralash tosh qorishma. Alloh rozi bo'lsin shu ukamizdan. Endi bu toshimizni mana shu yerga imkoniyat bo'lsa trotuarga ishlatib yuboramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jizzax viloyati Adnasay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burxoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Turlibekov Abdurashid Yusufoğlu. Telefon raqam 93lik 323 0081. Sog' bo'linglar.